Bugun mani podkastim o'zbek tilida bo'ladi. Har doim ko'chadagi o'g'il bolalar urib kelganman, uni onasi, buvisi jalbi qilib kelardi buvimga. Polniy venani qanaqadir kesadi, o'shani tomirini Uni men ko'rib yotganman. Ужасно. Живойдami? Yaqinlarim, o'rtoqlarim, yoru birodar o'zi umuman kim qo'ni qo'shni ular sartarovka borishdi. Morglarga ham kirdingizmi? Morgga qo'yishmagan bizdan. Qo'ysa kirardim. Chulka deb o'ylashgan, operatsiya qon, hamma yoq bunaqa zombiga o'xshab yurishibdi. Nima deb o'ylaysiz? Pul, baxt keltira oladimi? Ahmoqligimiz o'zi shunaqa payt hech kimdan yordam kutish kerak emas ekanda. Hozir siz o'zingizni baxtli inson deb ko'ryapsizmi? Qanchalik noto'g'ri bo'lsa ham, men o'sha payt o'zim boshqara olmaganman. Qizimni alamlab qo'yardim. Mana to'g'risini ayting, qaynona bilan yashash qiyinmi? Mana hozir qanchalik noto'g'ri, mana hozir aytaman, to'g'risini даже arqon olib o'zim osmoqchi bo'lgan kunlarim ham bo'lgan. Hatto bir marta hayotingizda ajrashaman deb o'ylaganmidingiz? Baribir maktabga kelgan o'rtoqlarimdan havas qilib adasmagan. Otalar majlisida deb qolishidan qo'rqardim-da. Kimga boraman, qanaqa? Hozir akam bildirmadilar. O'zi sizdan baxtliroq odam hech qachon siz bilan ishi yo'q, ishi bo'lmaydi. O'zini hayoti bilan ovora bo'ladi.